Barcha salom saboshidirim. Bunga videomeslar bilan avval qilolmagan narsam qilaman. Ya'ni tezlikda Minecraft etaman. Do'stlar, menda faqat sal boshqacha narsa bor. Mana bu narsa. O'sha narsa yordamida men qo'ygan blokni ko'chirmoqchiman. Nafaqat blok, balki hayvonlar. Mana daraxt chopsak bermaydi, lekin mana buni bossam beradi. Lekin bu menga o'rtayli kerak emas. Maqsad Ender Dragon'ni o'ldirish. O'rniga buni tuxumni olsam bo'ladi. Golemlar tuxumi. Toki jidilar tuxumini ham olsak bo'ladi. Bu juda ham qulay. Do'stlar, men Minecraftda shu narsani qilishni bilib oldim. O'rgataman hali, do'stlar. Qaraysa menga umuman kerak emas. Lekin bu yerda menga kerak bo'lgan narsa bo'lishi mumkin. Masalan, temirchini uyi. Hatto bu yerda temirchini uyi bo'lmasa. Temirchini uyi yo'q ekan, bu yerdan surib olamiz. Balki lavali ko'l bordir. Lavali ko'lda baribir men suvga mana bu lavam. Ketdik, kimdir suvga yetolmaydi hech kim. Nega bunaqa bilmadim. Men suvda bo'lsam, qovdan paydo bo'lsa, lekin menga bu bir tiyinlik kerak emas. Ketdim. Balki bordir. Do'stlar, menga kerak narsa rostdan ham bo'lishi mumkin. Nimaga suvni ostida men bu tarafga bo'lay? Sizlarga qanday ko'rinyapti bilmadim, lekin menga ham ko'rinmayapti. Shuning uchun ham ketamiz bu yerdan. Bu yer stak topish kerak do'stlar. Bu yerda ko'mir bor. Bu menga hali asqotibdi. Sal chuqurroq qo'ysak. Salom zombi. Baribir yesam men zarbamni. Lekin barchaklikdaman, lekin nima deyish mumkin? U buzilgan portal kakras. Kechirasizlar, men bilganim ancha oldin bilganim do'stlar. Men bitta videoyimda, avvalgi videoyimda men bilgandim. Bir narsani bilib qo'ygandim. Babjon balki zo'r qilamiz. Men tartib bo'lmaydi. Naqsam ochilgan bor. Bu menga hal kerak bo'ladi. O'zi botdan beri tartib. Amal tashlab
uchun ochyapman. Portal yoqish uchun jaziramga borgan. Ajoyib. Bu biz o'lchami yo'q. Men kattakon ulkan portal qurmoqchiman. Cheksizlikdan maksimum foydalanish kerak. Bu bizni o'lchamimiz emas, cheksizlikda ekanmiz. Maksimum katta portal qilamiz. Gigant portal qilamiz. Yo'q. Qurib bo'yanimdan keyin ko'rishamiz. Do'stlar, mana ko'ring. Wow, ketdi va gigant portal qildiramiz. Cheki Antarktidani hamara qidirib isborman. Ketdik hozirga. Qachon nezirda paydo bo'ladi? O, mana nezir. Ajoyib. Bizga yotoq kerak. Hozir bular ko'rga doğrayım. Amal. Ulan körbar bir yaxshi to'g'rimi? Uni yugurib turadi. Eksikda bo'lsam. Yugurib turadimi? Bunca ham keldi. Şu tepki kırıklık. Bu lavadan kapı. Her daim sizlerge kork tegilishga har doim qo'rqadi, lekin bu safar emas. Bugun men axir sizlar 100% sizlardan bu safar kuchliroqman. Faqat o'zim atakasini ikki ataka toshli nayza bor-ku, shunchaki keskin zarbasi bor, qarshi bilan qiyin ekan. Buning zarbasi bor-ku. Mana bu narsada zo'r narsa qilish mumkin. Agar tepadan tushib ekishga o'rgilib qolsa, shuni ham o'tirishga o'rgilish kerak. Amal. Ish bo'lib chekib qo'limi? Amal ko'ramiz. Biz yoqqa tushib tushlashi blokdan o'njalaymiz va o'tiramiz. Uy. Boshqa tugmani bosib oldim. Boshqatdan. Yaqin ko'chirish tugmasini bosib oldim. Uy. Aytdim, iloji bor deb. Buni yana mashaqi uzun qilib ekib ketsa bo'ladi. Bu o'sadi, judayam baland. Bilmam, mashinadan foydalanadi. Avlod to'xtadi. Bu adashmasam oltin blok ham ekilib beradi. Bu oltin blok emas-ku, nimaga? Bu ekilmasa kerak. Ekilar ekan. Oltin blok qanaqadir eksperimentlar sinab ko'ryapman, jinniga o'xshab. O 9 minut bo'lib ketibdi. Bam. Do'stlar, video tugadi. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar do'stlar. Bu birinchi
birinchi qismni shu joyda tugatamiz. Kanalga obuna, like bosib qo'ying.